Sun'iy intellekt inson hayotini har bir sohada yengillashtiruvchi aqlli yordamchi. U ta'lim, transport, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va tibbiyot sohasidagi samaradorlikni oshirib, ish sifatini yaxshilaydi. Davlatimiz rahbarining sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ustuvor loyihalar amalga oshirilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlovchi chora-tadbirlar amaliy natijasini ko'rsatmoqda. Diagno AI o'zbek dasturchilari tomonidan ishlab chiqilgan mazkur platforma tibbiy ma'lumotlarni tez tahlil qiladi. Kasalliklarni erta aniqlash, diagnostika sifatini oshirishda shifokorlar uchun yordamchi, bemorlar uchun esa aniq ma'lumotlar manbai sifatida xizmat qiladi. IT sohasiga kirib kelishim bundan 2 yil oldin, ya'ni Upwork platformasida loyihalar olish bilan boshlaganman va o'sha davrda tibbiyotga oid Hindistondan onlayn booking loyihasi kelib tushgan. Ya'ni bizga o'sha loyiha bo'yicha topshiriq berishgan va biz u loyihani qilib berganmiz. Shundan so'ng o'sha paytda sun'iy intellekt ham juda ham rivojlanayotgan davr edi va bizda g'oya paydo bo'ldi. Sun'iy intellektni tibbiyot sohasiga tatbiq qilish. Birinchi g'oyani izlanishdan boshladik. Ya'ni O'zbekiston sharoitida tibbiyot sohasida raqamlashtirish qanday darajada? Undan tashqari fuqarolarimiz tibbiyot sohasiga qanday muammolari bor? Undan so'ng biz modelimiz ustida ishlab chiqishni boshladik. Sun'iy intellektni hozirda O'zbekistonda juda ham kamyob bo'lgan rak, ya'ni ma'lumotlarni bitta sohaga o'qitgan holatda ishlab chiqdik. Bizning loyihamizda qanaqa imkoniyatlar bor? Ya'ni bu B2C va B2B, ya'ni klinikalar uchun. B2C shu fuqarolar chekka qishloqlardan turib yokida to'satdan o'zini tibbiy holat bo'yicha muammoga duch kelsa, bizning tizimga murojaat qiladi. Bizning tizim u kasallikni ham o'zi aniqlab, o'sha kasallik bo'yicha eng yaqin shifokorni o'zi topib, sizga maslahat beradi. Diagno AI platformamiz qanday ishlaydi? Birinchi navbatda undan ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng loyihamiz avtomatik tartibda ishga tushadi. Bu yerda istalgan bemor o'zining kerakli simptomlarini kiritgan holatda o'ziga kerakli tahlillarni olishi mumkin bo'ladi. Shifokorlar bilan bog'lanish qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda shifokorlar bo'limimiz mavjud. Bu yerda bizda ilovamizda mavjud bo'lgan shifokorlarimiz kiritilgan. Shifokorni qabuliga yozilish uchun dastlab shifokor haqida ma'lumotlarni to'liq o'rganib chiqamiz. Bu yerda ko'rib turibmizki, 17-sanada shifokorimizda qabullari deyarli bo'sh. Biz soat 11 da shifokorni band qilishni tanlaymiz va sizga avtomatik tarzda xabarnoma jo'natiladi. Shifokorning qabuliga yozilganlik bo'yicha bizning sun'iy intellektimizdan olgan ma'lumotlari to'laqonli sir tutiladi. Ularning roziligisiz hech qayerda taqdim etilmasligini ta'minlaymiz. Hozirda platforma Toshkent shahridagi bir qator yirik tibbiy markazlar va xususiy klinikalar bilan faol hamkorlik olib bormoqda. Ushbu hamkorliklar doirasida elektron navbat, tibbiy ma'lumotlarni boshqarish, bemor bilan to'g'ridan-to'g'ri monitoring xizmatlari joriy qilinmoqda. Klinikalar tomonidan berilgan amaliy fikr-mulohazalar asosida tizimlar takomillashtirilmoqda. Diagnoz sun'iy intellekti orqali biz shifokorlarga yordam bo'ladigan tomoni bemorlarning birlamchi saralanganligi, ya'ni qaysi mutaxassisga murojaat qilish kerakligi aniq belgilangan bo'ladi. Birlamchi diagnoz qo'yishimizda vaqtni tejaydi hamda bemorga tezkor birlamchi yordam ko'rsatish imkoniyatini beradi. Xususan o'zimning yo'nalishim bo'yicha aytadigan bo'lsam, yurak sohasidagi bezovtaliklar, ya'ni yurak kasalliklari, aritmiyalar ko'pincha birlamchi bo'lgan vaqtda bu bemorlarda jiddiy bir o'zgarish yoki simptomatikaga olib kelmaydi. Ammo unga be'tiborsizlik bo'lish va kasallikni kuchayib borishi natijasida oxir oqibatda og'ir asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Humblebee AI va Pivot.uz tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan eng yaxshi sun'iy intellekt sohasidagi g'oya tanlovida Diagno AI istiqbolli g'oya sifatida topilgan. Shu bilan birgalikda President Tech Award tanlovida yuqori baho bilan e'tirof etilgan. Bundan tashqari loyiha asoschilari xalqaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish hamda ekspertlar tajribasini o'rganish maqsadida xorijiy davlatlar bilan strategik kelishuvlar olib bormoqda. Loyihamiz turli hakatonlarda yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Birinchisi President Tech Award, ikkinchisi yurtimizda Koreyaning sun'iy intellekt kompaniyasi tanlov e'lon qildi va unda 50 ta loyihaning ichidan biz kuchli 9 talikka kirdik va Koreya sun'iy intellekt texnologiyalar mutaxassislari bilan ham hamkorlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritdik. Undan so'ng yaqinda bo'lib o'tgan ICT Week tanlovida ham ishtirok etdik va unda Qatar davlati bilan hamkorlikni amalga oshirdik. Qatar 2030 strategiyasi bo'yicha ularda tibbiyot sohasini raqamlashtirish topshirig'i tushgan va ular bizning loyihamiz bilan buni amalga oshirishmoqchi va bizga Qatar davlatida 5 yillik to'liq resurslardan foydalanish imkoniyatini taqdim etishmoqchi va undan tashqari ularni bozorga kirish bo'yicha imkoniyatlarni ham taqdim qilishmoqchi. Hozirda 7,5 mingta ma'lumot o'qitgan bo'lsak, bizning 2025-yil oxirigacha maqsadimiz 10 mingtadan oshirish. 2026-yilda
o'sha Qatar davlati bilan hozir muzokaralar olib bormoqdamiz. Qatar davlatiga chiqish va u yerda ham bizga ofis ajratib berishmoqchi. O'sha yerda ham jamoamizni bir qismini joylashtirish va 2026-yil to'liq O'rta Osiyo bo'yicha loyihamizni tatbiq qilish. Umumiy qilib aytganda, Diagno AI tibbiyot xarajatlarini kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda sog'liqni saqlash tizimini samarali boshqarishga yordam beradi. Natijada loyiha xalqaro miqyosda raqobatbardosh tibbiyot tizimi, sog'lom jamiyat va barqaror iqtisodiy taraqqiyot sari muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.